har xil odamlarning ish faoliyatiga qarab turib biz ko'zdagi yo kontakt linza tanlaymiz yoki ko'zoynak tanlaymiz yoki ko'zda lazer bilan korreksiya qilib beramiz. 18-19 yoshda kelib o'tira oldim. Mani bolamni ko'zda -20. Bunaqa holatda biz uzoq yaqinda ko'radigan alohida ko'zoynaklar beramiz yoki bifokal linzalar beramiz. Mana qanaqa yaxshi o'qiysan, tiniq o'qiydi. Mendan yaxshi o'qiydi -2 bilan. Ba'zida biz dorilar tomizib tekshiramiz va undan keyin yana podbor qilamiz. Bir necha kunga dori yozib berib yana qilamiz. Chunki bemor yillab ko'zoynak taqadi-da. Endi albatta asferik oynalar zo'r. Bunda hamma markazi bir xil ko'z turadi, lekin asferik oynalar albatta bu qimmat va ko'pchilikni qistasi ko'tarmaydigan ko'zoynaklar hisoblanadi. Ko'zingizda minus yoki plus yoki astigmatizmlar bo'lsa, albatta to'g'ri ko'zoynak tanlash kerak, to'g'ri kontakt linza tanlash kerak. Ko'zi xira bemorlarimiz umuman bizdan so'rashadi, qaysi biri yaxshi? Ko'zoynak taqqanim yaxshimi yoki kontakt linza taqqanim yaxshimi deb. Ba'zi ish faoliyatidagi har xil odamlarning ish faoliyatiga qarab turib biz ko'zdagi yo kontakt linza tanlaymiz yoki ko'zoynak tanlaymiz yoki ko'zda lazer bilan korreksiya qilib beramiz. Agar bolangiz yosh bo'lsa, masalan 4 yosh, 5 yosh, bu bemorlar ko'pchiligi kontakt linza taqa olmaydi. Mana bugun ham -11lik bir qizchalarni ko'rdim. Bola ikkita farzandida ikkalasidan minus yuqori. 11ga 5 astigmatizm, juda katta astigmatizm, juda katta miopiya va bu bemorga faqatgina yupqalashtirilgan ko'zoynaklar bor, super tonki oynalari bor. 1.72, 1.67 qalinlikda yupqalashtirilgan oynalar bilan ko'rishini yaxshilaymiz. Birinchi marta tekshiryapti ekan, tasavvur qilasizmi? Bemorni shunday ko'zoynak taqadi, bemor xursand, qaraydi, hamma narsaga qaraydi. Bir bolaga yuziga qarab, o'zini tutishiga e'tibor beraman-da. O'sha bolani o'zini tutishini butun ajablanadi. Hayot shunaqa ekan deb turib ajablanadi. O'shaning uchun bola ko'zini siqib qarasa, televizorda yoniga borib qaraversa, bu o'ylanki ko'zda qanaqadir muammo bo'lyapti. O'sha bolaga, demak, bu bolalarga albatta ko'zoynak tavsiya qilinadi. Nega yupqalashtiring? Chunki qalin ko'zoynaklar taqish qiyin, bolani qiynab qo'yasiz. Bu ko'zoynaklar albatta arzon bo'lmaydi, qimmat bo'ladi, lekin shunga arziydi. Asferik yupqa oynalarni qilib beriladi va o'sha bemor taqib yuradi. 6 oyda bir marta, ba'zida 3 oyda bir marta ko'zni holatini tekshirib boriladi. 1 yilda kamida 2 bor tekshirish kerak. Va ko'zdagi agar minusi ko'payadigan bo'lsa, bunga 6 yoshdan keyin maxsus o'rta keratologik tungi linzalar beramiz yoki skleral kontakt linzalar beramiz. Endi yuqori darajali miopiyalarga asosan skleral kontakt linzalar, bifokal kontakt linzalar bilan ko'rishni yaxshilaymiz va minusni to'xtatishga harakat qilamiz. Endi 6 yoshdan yuqori bo'lgan bemorlarda minus bo'lsa yoki astigmatizm bo'lsa, bunaqa holatlarda bemorning ko'zini holatiga qarab turib, agar minusi o'sib ketayotgan bo'lsa, yo nochnoy o'rta keratologik linzalar beramiz yoki ko'zoynaklar beramiz. Agar juda yuqori bo'lsa, skleral kontakt linzalarni berib, bemorni ko'rishini yaxshilashga erishamiz. Ba'zida bitta ko'zi xira bo'ladi, bitta ko'z yuqori bo'ladi. Unaqa holatda siz majbursiz kontakt linza berishga. Unga ochki berganingiz bilan u bittasi -10, bittasi 0. Buni taqolmaydi bemor, hech qanaqasiga uni iloji yo'q. Taqsa ham bosh aylanadi, og'riydi va alal oqibat ochki taqmasligiga olib keladi va ko'z dangasalik kelib qoladi. 18-19 yoshda kelib o'tira oldim. Mani bolamni ko'zida -20, bitta ko'zda zo'r 100%, bu ko'zni davolab bering. Xohlagan pulingizni beraman deydi. Unga ICL qo'yasizmi? Qanaqa operatsiya qilasiz? Bu tug'ma yuqori darajali miopiyani yoshlikdan ochki taqmagan, ko'zi dangasa bo'lib qolgan. -20 qo'yib ko'rsangiz bir qatorda ko'ra olmaydi. Unaqa bemorda qanaqa operatsiya qilsangiz ham ko'rishni shu bir qator ko'radi-da, undan ziyod ko'rish bo'lmaydi. Ya'ni bor yo'g'i bir 8%, 10% ko'rishni tiklaysiz. Yaqinda ham bitta bemorim Rossiyadan yozyapti. Men xotinimda shunaqa -22 edi. Operatsiya ICL qo'ydirdik. -3 qoldiraman dedinglar. Ko'rish yaxshi bo'lmadi. Men aytdim, "Ey odam, -3 qoldiraman deyish bu ko'rish yaxshilash degani emas." Xotiningizda -3 emas, 0 qilyardik. Lekin ko'rish qobiliyati qancha? Operatsiyadan oldin
ochkida 6% ko'rgan, hozir 10%. Biz kutganimizdan 4% yaxshiroq ko'rdi. Lekin bu degani sog'lom ko'zlik bo'ladi degani emas. Hech qachon sog'lom ko'zlik ko'ra olmaydi. Chunki buni yoshligidan ko'zni ko'rishini rivojlantirmagansiz. Mana shu bemorlarga 6 yoshdan boshlab linza taqdirilganda edi, bir ko'zni yopib ikkinchi ko'zni ishlatganda edi, bunaqangi ko'z dangasaligiga olib kelmagan bo'lardi. Mana bu holatda albatta linza berishimiz kerak bo'ladi. Ikkita ko'zda qanaqadir minus bor, 5 bor, 6 bor. Bunaqa holatda biz uzoq yaqinda ko'radigan alohida ko'zanaklar beramiz yoki bifokal linzalar beramiz. Nega men alohida deyapman? -5lik bemor mana shunday qilib ochkisiz ko'ra olmaydi. Primerni mana bunday qilib turib ko'ra oladi ochkisiz. Ochki bilan o'qisa boshi og'riydi, ko'zi og'riydi. Bunaqa bemorda alohida yaqinga tanlaymiz, alohida uzoqqa ochki tanlaymiz va bu bemorni bemalol yaxshi ko'rishiga olib keladi. Endi minusi kichik bo'lsa-chi, masalan -2 bor. Uzoqqa xira bemor yaqinda zo'r ko'radi. Bunaqa bemorlar bugun bitta qizni ko'rdim, -2 bilan kitob o'qiyapti. Ey odam, -2 kerak emas senga o'qishga ochki. Mana qara, qanaqa yaxshi o'qiysan, tiniq o'qiydi. Mendan yaxshi o'qiydi -2 bilan. Lekin -2 bilan bor ko'zda uzoqqa xira ular yaqinga ko'zonak taqishi kerak emas. Kontakt linzani ham faqatgina uzoqqa taqadi. Kitob o'qiganlarda, telefon ishlatayotganda linzasiz, ochkisiz o'zini ko'zda ko'radi. Bunaqa holatlar ham uchraydi. Minusi yuqori bo'lgan holatlarda ham uzoq yaqinni tekshirib qo'yish kerak. Ba'zida uzoqqa maksimum bergan ko'zonagingiz o'qishga bo'lmasligi mumkin. Ba'zida biz bitta ko'zni uzoqroqqa mo'ljallaymiz, bitta ko'zni yaqinroqqa mo'ljallaymiz. Bu ham alohida podbor, ya'ni ochki tanlashni talab qiladi va uzoq vaqt tekshirishni talab qiladi. Ba'zida bizda oddiy ko'zonak tanlash 1 soat, 2 soatgacha ham cho'zilishi mumkin. Ba'zi murakkab astigmatizmlarda ham plus, ham minus bo'lgan holatlarda, bu ham ko'zda g'ilaylik bo'lib plus bo'lgan holatlarda, ba'zida biz dorilar tomizib tekshiramiz va undan keyin yana podbor qilamiz. Bir necha kunga dori yozib berib yana qilamiz. Chunki bemor yillab ko'zonak taqadi-da, siz bunga vaqt ajratishdan aslo chekinmang. Bolangiz uchun vaqt ajrating. Doktor 2 marta deydi, 2 marta keling, 3 marta deydi, 3 marta keling va munosib ko'zanagini tanlang va munosib yasating. Bizda maxsus apparatlar yo'lga qo'yilgan. Apparatlarda ko'zanaklar yasaladi va ko'zonak ko'ziga qorachig'ini markaziga qarab turib qo'yib belgilab qo'yiladi. Biz Buxoroga borganimizda ham ko'p bemorlarni ko'ramiz. Bu yerda ko'p bemorlarda markaziga qaramasdan ochki yasaydi ko'pchiligi. Ko'zini ko'ramiz, ochkisini shunday sentrini belgilaymiz, ochki sentri pastda turibdi. O'zini ko'zini oynasi tepa tomonda qilingan sentr yoki teskarisi. Ochkini markazi, ochkini o'zi pastda, sentr tepada bo'ladi. Buni albatta ko'zonak yasaydigan maxsus ustalar o'zi bilish kerak. Ochki yasashdan oldin birinchi ochkini markazini qorachiqqa qo'yib olib turib, keyin to'g'ri yasash kerak. Juda ko'p optikalar mana shu narsaga e'tibor bermaydi va noto'g'ri yasashi hisobiga bemorlar ko'zi xiralashishiga ham olib keladi. Qorachiqning o'rtasini to'g'ri yasamaslik bu ko'rishini xiralashishiga, ko'zi charchashiga olib keladi. Endi albatta asferik oynalar zo'r. Bunda hamma markazi bir xil ko'z turadi, lekin asferik oynalar albatta bu qimmat va ko'pchilikni kistasi ko'tarmaydigan ko'zanaklar hisoblanadi. Bizga keladi, biz asferik oynalarni tavsiya qilsak, bemor aytadi, "Mening imkoniyatim yetmaydi." Chunki 10 barobar farq qiladi. Asferik linzalarda hamma joyda bir xil ko'radi. Asferik linzalar faqat markazni ko'rsatadi. Ochki markazi qayerda bo'lsa o'shani ko'rasiz. Ochkini sal teparoq qilsangiz boshqa ko'rasiz, pastroq qilsangiz boshqa ko'rasiz. Asferikda hamma joy bilan bir xil объемli ko'rish bo'ladi. Agarki yoshi katta bo'lib qolgan otaxon, onaxonlarimiz bo'lsa, albatta kontakt linza taqishlari qiyin. Bu bemorlarga albatta biz ko'zanaklarni tavsiya qilamiz va ko'zanaklardan ba'zilariga faqat uzoqqa, ba'zilariga ham uzoq, ham yaqinga ko'zanaklar tanlaymiz. Ba'zi reklamalarda ko'rib qolamiz. Va 10 yillik, 15 yillik tajribali oftalmologman. Mana bu tabiiy mahsulotni oling. Balki siz 40 yoshdan keyin yaqinga ko'rishingiz xiralashayotgan bo'lsa, sizga mana bu dori vosita yordam qiladi va ko'rishingizni yaxshilaydi. Unaqasiga ishonmang. Qanaqadir biodobavkalar bilan, qanaqadir vitaminlar bilan
presbyopiya, ya'ni yaqinda xira ko'rish 40 yoshdan keyin boshlangan narsani yo'qota olmaydi, o'ylamang. Bu vitamin kamligi hisobiga ko'zda xira bo'ladigan, uzoqqa xira bo'lish bu boshqa narsa. Bu qanaqadir vitaminlar bilan, qanaqadir biodobavkalar bilan internetdan sotib olinadigan yolg'onchi dori vositalari bilan ko'rishingizni tiklay olmaysiz. Agar sizda ko'zingizda minus yoki plus yoki astigmatizmlar bo'lsa, albatta to'g'ri ko'zoynak tanlash kerak, to'g'ri kontakt linza tanlash kerak. Ba'zi ishchilar bor, juda chang sharoitda ishlaydi, ular linza taqa olmaydi. Ba'zi ishchilar bor, bemorlar bor, ko'zda allergiya bor, ular kontakt linza taqa olmaydi. Ularga maxsus ham quyoshdan himoya qiladigan, ham allergiyaga qarshi bo'lgan zashitni plyonkalik ko'zoynaklarni biz qilib beramiz va bemorlarda komfort ko'rishini ta'minlaymiz. Albatta ish jarayoniga bog'liq. Ba'zi bemorlarda 50 dan oshgan, minusi bor. Uzoqni xira ko'radi va yaqinda ham xira ko'radi. Bir ko'zini uzoqqa ko'rishini to'g'rilaymiz, ikkinchisini yaqinga. O'shanda bemor ikkita ko'z bilan qaraganda uzoqni ham, ikkita ko'z bilan qaraganda yaqinni ham ko'ra oladi. Har safar ko'zoynak almashtirishiga yoki kontakt linza almashtirishga hojat bo'lmaydi. Bunaqa bemorlarimiz ham uchrab turadi. Hozirgi paytda Ko'z nuri klinikasining hamma filiallarida bizda ko'zoynak tanlash va kontakt linza tanlash yo'lga qo'yilgan. Agar sizda shunaqa muammolar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring va o'z fikrlaringizni qoldiring. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta yozing va bizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.